Assalomu alaykum, Davo Birjo, qandaysizlar? Yaxshilarmi? Qo'ylar qancha qo'ylar? 18 Qaysi 18? Chekadanmi? Bittasi 18 so'm. kam bor. Bordig'i 18 ming so'mdan ekan, bittasi, bir uchtig'i. Kami bor ekan. Mana. Cho'ng qo'ylar ekan bu. Bobol oldimi? Qanchadan qildingizlar? Ha? Qanchadan qildingizlar? Qo'ylarni. Bo'ptim. Qancha 8 tasmi? 806 olti bermaydi. 136? 106. 8 chiqdi. 8 Omi bironlasiz. 106 ga bermaydi ekan. Bizim kanaldan olsa aytыңызlar, hozir men sizlarga yaxshi bol qanchalar topib beraman. Da qanchada odasiz qo'ylarda? Ha? 10 don boqildi? Ha? 10 don qilib turmay. Sovuqlar ekan-da. Chiqarlari bular? Ko'kam qo'shilgan. Qanchada odasiz aka? 15 ko'kam bor. 15 mi? Bob oldu? Qancha qilishdi? 14 ga beradi. 14 dan beradi. Qo'chqor qancha bob oldi aka? Bisar ekan, urug'. Gisarmi? O niyeti yo'q. Men quvutigadan zaksiga olib Aka. Gisar qo'chqor. Gisar qancha chiqdi bosi? Bosi 25 mingga chiqdi mana. Biz 25 da izlanan uyda o'tirgan hali mavzlar tushunmaganda kichkina qo'chqon 25 ga savol. 18,5 berib o'tir. 18,5 berdi. 18,5 berdi bunaqa. Cho'lgan shundoqlar. Bozor deganda o'tirgandan kiyimlarni Mana o'ta cho'ng qo'chqorlar bor ekan. 90 ga deb kelib talbaylar. Qo'chqorlar kimdan aka? O'ta cho'ng ekan. Kaça verdiniz? 55 verdiniz. Yok abi. 55 mi verdi? 55 mi? Koga. Şimdi söyletesin bunu. Oo, yutkan mı? Ha. Onu ağzı kime ver? 25 mi bu? Jakıldı o 25. 25 ki alan mı bu? Alınıptır 25 mi? Bu soygonu da Koşup satağız. Çocuk isteyiz. koylara koşat ekan. Gisar qo'chqorlar. Qancha qilishdi ekan buni? Ne ola? Ya qancha berdingiz aka? Qo'chqor. 22 ming. Do'stga kanal aka. Cho'ng qo'chqor ekan buloqcha. Ko'ringizlar. Başka birovga jarilmaymi? Ko'ngil Ya qo'chqorlar qancha chiqdi bosi? 24 pishin. Bunavi? Bu 24 ming. Birosi bor bo'ldimi? Yo'q, 3 oy bo'lyapti. 3 oy qancha bo'lyapti dedingiz? 63 ming qilyapti. 163 mingmi? Jo'n. Ha, 63 ming bo'ldi degan. Yo'q. 5 so'm yiyor. 63 ming. Ya sizniki qancha aka qo'chqor? Emasmi? Cho'ng qo'chqor ekan. O qo'chqor qanchada odasiz? 30 ming so'mmi? 30 ming so'm kam bor ekan. Bob bo'ldimi? Bob bo'ldimi? Qancha qilishdi? Do'koni 44 ming so'm. Bak, bozorda ham Ha, to'g'ri.
Qo'chqor bildilayin sizlarga. Ya bular qo'chqor kimlar ekan? Qanchada otasiz aka? 30 mingga bo'pti. Bu da 30 ming so'm ekan. Ya qanchadan bo'ldi? 16,5 bo'ldi. Ya qancha bo'ldi aka? 42 ming so'm bo'ldi. O'giz ekan. kelgandan beri ololmaydi. Ana qoldi. Bernahmedek Ali eski Xorazm borganmi deb qo'ysam. Aytdim. Hozir men sizlarga olingan qo'ylardan bolalardan mashhur. 100 so'm berdingmi? Eshitmasdan bilib beraman. 100 so'mda 100 so'm. Ya qancha bo'ldi aka shu? 7 ming. 7 ming so'm bo'ldi. 7 ming. Qo'chqor ekan ha? Qo'chqor 7 ming so'm. Ya bu o'giz qancha bo'ldi aka? 82 ming. 82 ming so'm oldi. Cho'ng ekan biroq. Beramiz shu o'tamiz hozir. Yana ikkita bor. Qanchadan bo'ldi? Beraman. Ben bilmiyorum. Ya qancha bo'ldi aka uku? 67. 67 ming bo'lib turku. Qancha bo'ldi aka shu? 29? 24 ming bo'lib turmagan. Erkek ekan bunaqa. 24 ming bo'ldi. Ozon bo'lib turadi. Ya qo'chqor qancha bo'ldi aka? 45 mingmi? 45 ming so'm bo'ldi. 58 ming bo'ldi. 58 ming bo'ldi. Bolasi erkak ekan ha? Bolasi erkak. Qancha bo'ldi aka? 45 ming bo'ldi. Qisir o'xshaydi-a? Bo'g'oz ekan. Bo'g'oz ekan. Qancha bo'ldi aka? 85 bo'ldi. 85 ming bo'ldi. Qancha bo'ldi aka buni? 52 ming. Arzon. Navbatchi. Yo, osmonga chiqarib yuborgin. Odamlar ko'rsin. Qancha bo'ldi aka? 61 ming bo'ldi. Ya bunuz qancha oldi? Qancha oldi aka? Qancha? 9 ming. Qo'chqor o'xshaydi-a? Qo'chqor ekan. Qancha bo'ldi aka shu? O'zini qo'lini qo'yadi. Aka qancha oldi? 90 ming bo'ldi. Mana shu qo'ydi. Qancha oldi aka? 13 ming bo'ldi. Nech pul bo'ldi buni? Ha? 52 ming. Bolasi urg'achgan ha? 52 bo'ldi. Qancha oldi qo'ylar aka? 38,5. 38,5 ming. Ben sizlarga to'liq bilan bilib berdim. Ondan bizning kanalga qattiq olingizlar, like bosingizlar. Men sizlar bilan xo'shlashamiz.